Assalomu alaykum, Quvasoy kuzatuv boruvchilari. Mana bugungi montajimiz Quvasoy shahar Qizlaskar mahallasida bo'ldi. Batga 6 ta rom, 3 ta eshik olib kelib o'rnatib berganmiz. Turetskiy fasonda. Hop, 2 qavat yodviyayni ramplas materialidan ko'chaga bitta. Uy ichiga 5 ta olib kelib o'rnatib berganmiz. Yodviyayni padagonlik. Alyumin 2 qavat eshik, 2 qanotli eshik, romlar 2 qavatli oq yodviya oyna, degonlik. Juda go'zal bo'lib bitdi. Choklarni ko'rishingiz mumkin. Hop, narxi 14 million bo'ldi. Buni qilganimizga 3 oy bo'ldi, joyi endi tayyor bo'ldi. Endi o'rnatib berdik. Har doimgidek graf ruchkalar, originaldan biri, ustida ham hammasida graf emblema bosilgan. Padagonliklar doimgidek komfort padagonlik. O'kinliklar Ashpen original o'kinlik. Rezinkalari SPS bosma original rezinka. Ko'rishingiz mumkin. Hop, bu uyimizni bozordan rom olaman deb o'zimizni tanish aka edi. Aka o'zimiz qilib beramiz chiroyli qilib deb, arzon narxlarda chiroyli qilib berdik o'zimiz. Ko'rishingiz mumkin. 14 millionga arziydimi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Eshiklar bir qavat yodviya oyna, original zamoy. Shpingaletlari hamma yo'g'i tozasidan. Qurulanishlari juda go'zal holatda. Ovoziga baho beramiz. Bunisi ham xuddi shunaqa. Bu eshigimizga graf 5 zamoylar. Hop, 3 tadan petla qo'yib berganmiz bu eshigimizga. Romlariga ham 3 tadan petla qo'yib berganmiz. Bitta, 2 ta, 3 ta. Padagonliklar. Taylarigacha 100% peynalangan, arzon ishda, arzon ko'dib, lekin nima qilmaganmiz, ko'ngildan chiqarib go'zal holatda bitirib berganmiz. Tashqaridan ham peynalari. Mana aynada farqi mana. Ko'rishingiz mumkin. Farq shunchalik beradi. Salqin qilib. Hammasi bir xilda liniyaga yotilgan. Eshiklar parket 1 sm parket hisobi olinib. Hop, 2 sm palos. Общий 4-5 sm ko'tarib bergan. 3 ta 1.17 2.5 eshik. Hop, 4 ta 1.17 1.27 ga 1.60 rom. 2 ta 1.47 ga 1.60 rom. Общий 6 ta rom, 3 ta eshik. Keyin bag'da 3 ta fortchkasi bor. Fortchkasini endi olib kelib o'rnatib beramiz. Fortchkalari bilan 14 million so'm bo'ldi. Puliga arziydimi? Yana bir marta kutaman, kommentariyaga yozib qoldirishlaringni. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilsalaring, chiroyli qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda go'zal bo'lib bitdi bu eshik romlarimiz. Narxiga arziydimi? Egasi ham ancha xursandman. Quvasoy akfada qolinglar. Shunaqa ishlarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bosib, poddesh qilib turasizlar degan umidamiz. O'zbekiston bo'yicha xizmatdamiz. Sog' bo'linglar.